Maktab binosida sifatsiz terilgan gazoblok buzdirildi. Toshkent shahar hududiy qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi nazorati inspeksiyasi mutaxassisi tomonidan Yashnobod tumanida qad rostlayotgan maktab binosi qurilishi obyektida monitoring o'tkazildi. Monitoring jarayonida qurilishda bir nechta qoidabuzarlik holatlari aniqlandi. Xususan, qurilish obyektida chiqindilar to'plangan, to'ldiruvchi gazoblok devorlar sifatsiz qilib terilgani, shuningdek, mavjud binoni ta'mirlash jarayonida loyihada eski oqsuvoqlarni ko'chirib, undan so'ng bo'yalish keltirilgan bo'lsa-da, biroq quruvchilar tomonidan bu jarayon to'liq qonuniy bajarilmagani, ishlar yuzaki qilingani ma'lum bo'ldi. Mazkur qoidabuzarlik holatlari yuzasidan bajarilishi majburiy bo'lgan yozma ko'rsatma berildi. Shu bilan birga sifatsiz terilgan gazoblok ishlari joyida buzdirildi. Yashnobod tumanida olib borilayotgan qurilish ishlari yuzasidan monitoring ishlari amalga oshirildi. Ushbu qurilayotgan binoning birinchi qavatida sifatsiz terilgan g'isht gazoblok ishlari aniqlandi. Hamda buyurtmachi va ichki nazoratchi hamda loyihachining mualliflik nazorati xodimiga nisbatan bajarilishi majburiy bo'lgan yozma ko'rsatmalar berildi. Hozirgida ushbu kamchiliklarni bartaraf qilish jarayonlari amalga oshirilmoqda. Ushbu kamchiliklar bartaraf qilingandan so'ng, barcha talablar bajarilgandan so'ng sifatli gazoblok mahsulotlari olib kerilib, qayta montaj qilinishiga ruxsat etiladi. Tasdiqlangan loyiha smeta hujjatlariga muvofiq amalga oshirilmagan mavjud binoni bo'yash ishlari vaqtincha to'xtatilib, eski bo'yoqlarni tozalash ishlari boshlandi. Agarda qurilish mas'ullari tomonidan ushbu holatlar yozma ko'rsatma talablari asosida belgilangan muddatda bartaraf etilmagan taqdirda ma'muriy javobgarlikka tortilish haqida ogohlantirildi. Nazorat tadbirlari davom etadi.